Assalomu alaykum, Fozluz YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan chorvador aka-ukalar, Buqa ishqibozlari, Semental ishqibozlari. Namangan viloyati, Namangan tumanidamiz, aziz obunachilar, o'zimizni tumandamiz, molchan qapti. Bugungi sana 21, aziz obunachilar, aprel sanasi, haftani seshanba kuni 2026-yil. Mana shu ko'rib turgan buqayni sotuvga e'lon qilinyapti. Hurmatli aka-ukalar, qassob akalar oladimi, boqarmon oladimi? Behijolat ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Novosimiz yeb turgan, o'ta zo'r. Xudo xolasa video davomida to'liq ma'lumotni o'zim berib o'taman. Albatta videoni ko'rishdan avval bir dondan like bosib qo'yishni unutmang, hurmatli obunachi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Video roligi boshlaymiz. Buqani ko'rishingiz mumkin, o'ta ham zo'r. Dehqonni buqasi, o'zi boqib turgan buqa, hurmatli obunachilar. O'zlari kiysangiz misol uchun o'zlari semental boqonlar, o'zlarini mollariga qo'yish uchun olib, shundan zot olib nima qilgan ekanlar, endi sotyapti ekanlar, hurmatli aka-ukalar. Novosimizni bo'ylari 140 atrofida keladi, tirik vazni 700 kg ag'bag'ida. 600 bilan 700 hisob o'rtasida tirik vaznini ko'raverasizlar, hurmatli aka-ukalar. Qassob akalarga ham sotilaveradi, boqarmonga ham sotilaveradi. Kim nima maqsadda olaman desa sotilaveradi. Novos bahosi 7 ishchisi zo'r, sog'lom, ishonchli. Olgan odam maza qilib olib, boqib, barakasini ko'rsa bo'ladi akalar. Xo'p, endi novosimizni ko'ryapsiz. Xudo xolasa yeb turibdi ekan hozir. Ukamiz faqat semental boqaganlar, semental ishqibozlari qiziqqanlar yoki qassob akalarimiz behijolat telefon qilib bog'lanib nima qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Endi mashinalar qochgan ekan shu moldan, hurmatli aka-ukalar. Kesanglar o'zi fermalardagi nimalarni ham ko'rasizlar. Semental sigir xunojillarini. Xudo xolasa novosi o'ta zo'r. So'ysa ham bo'laveradi, boqsa ham bo'laveradi. Endi kim nima maqsadda olsa, olib behijolat foydalansa bo'ladigan novos. Men aniq 700 kg, aniq 600 kg aytmayman. 650 kg vazmin, 700 kg ag'bag'ida ko'ryapman tirik vaznini. Narxi, hurmatli aka-ukalar, bu narxiga qiziqadigan bo'lsanglar, bu narxini aytilish narxi 50 million kami bor aytilyapti. Ozgina kam bor. Misol uchun 60 million, 55 million narx aytsa bo'ladi. Novosga bemalol aytsa bo'ladi. Mol o'sha 60 million, 65 million, 55 millionga dastoyni novos. Shunaqa qilib narx aytsa bo'ladi. Endi maqsad sotish. Egasi bilan men videodan oldin gaplashdim. Nech pul qo'yib berasiz desam, aka, maynaga qo'yaylik, 60 million qo'yaylik deyishdi. Molni sotish maqsad bo'lsa, kelishtirib qo'yaylik. Shu aytgan narximizdan ozgina tushib bering deb men tushuntirdim. Egasi ham tushundi. Gapimni oldi. O'sha maqsadda 50 million so'm ozgina kamini qilib beriladi. Dastlabki xizmati bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Behijolat mana kelib ko'rib savdolashib olaverasiz. Xohlang so'ying, olib qassob akalar, xohlang boquvchi akalarimiz kelib ko'rib oling. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana shu novos, xudo xolasa. Xo'p, taroziga, misol uchun taroziga aytsak ham bo'laveradi deb egasi bilan gaplashdik. Oyog'icha aytib qo'ya qolaylik, maynaqa deb. Taroziga endi dehqon hech bozorga chiqmagan ekanlar. Hech novos sotmagan ekanlar. O'shaning uchun taroziga tushunmadilar, narx aytsam tushunmadilar. Bo'pti deb oyog'icha narx aytib qo'ya qoldik. O'sha 50 millionga ozgina kamini qilib beriladi. Mana shu qo'yib yuborib yuragi, mana shu zagonning ichida, mana shu yeb, mana shu yerda sigirlarga irg'ab yurgan novos ekan, hurmatli obunachilar. Keling, mana ko'ring, ma'qul kelsa savdolashib behijolat sotib olsangiz bo'ladi. Nima deymiz? Ozgina qisqagina video rolik qildik. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Semental ishqibozlarga bu video roligi ulashib qo'yishni ham yodingizdan chiqazmanglar, aziz obunachilar. Bu buqa go'zal, ko'ryapsiz. Bo'ylari shu 135-40 atrofida bor, bo'y basti, hurmatli aka-ukalar. Mana shu holat. Novos, xudo xolasa, so'yishga ham aytaveradi, zotga ham aytaveradi. Endi kim nima maqsadda oladi, bu yog'i o'ziga havola. Mana ko'rdingiz-a? O'ta zo'r, yeyishini ham ko'ryapsiz, so'yishni mana hozir ko'rdingiz. Endi mol semiz ekan. Orqalarini qarang, mol semiz ekan. Molni so'ygan odam ham mana shu moldan chiqsa 8 kg, 10 kg yog' chiqadi agar chiqsa. Aziz obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Вообще zo'r narsa.
Xullas shunaqa gaplar aziz obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tanlovda adashmaysizlar degan umiddaman. Imkon qadar kelib ko'rib sotib olishinglarni tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xato kamchiliklarga albatta uzr so'raymiz. Tanlovda adashmaysizlar degan umiddaman, hurmatli aka-ukalar. Janavari ko'ring, turishini. 2 kilo ekan, yoshi 2 kilo. Shuni ham aytib qo'yish esdan chiqdi. 2 yashar. Kurogi 2 ta bor ekan.